Avvalama xush kelibsiz, hurmatli Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab bilimlantirish bo'limi vazirligining buyruq asosida kelayotgan xodimlar hozir tanishib chiqaman. Nimalarimizni oldindan nima qilaman? Axborot berib ketaman, sizga ma'lum qilib ketaman. Boyagi suhbatimiz yozib olmayapti. Menga 12dan o'tgan vaqtida avet vaqtida chamalab qo'ng'iroq bo'ldi. Xabar berildi. Bu siz o'rganayotgan narsa oldin aytib qo'ying, kichkina bir muammo emas. Yillar davomida kelayotgan, yig'ilib kelayotgan, o'rganmasdan qolib ketayotgan muammolar. Gap mening farzandlarim haqida ketyapti. Shu maktabda men 4 ta farzandim o'qiydi. Men ota-onasiman. Xo'p. Bu narsa ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Shu sababli shu avet vaqtimizdan ketib qolishi mumkin. Shunga rozimisiz? Rozimisiz. Razı bo'lsangiz ertaga menga e'tiroz qilaman, maktab direktori kechagida shu narsani o'rganaylik deb sizga o'xshagan opalarimizni bezovta qilmasdan xodim keluvdi. Xodim kelgan vaqtimda xodim kelganda xodim o'rganib chiqishga va'da bergandi. Men sizga guruh berib o'tiribman-da. Taqadosh tumani maktabgacha bo'limlik edi u. Habibulloh Abbas degan yigit. Hamda rahbariyati bor edi. Rahbariyatdan buyruq chiqarib kelaman andagiliklar. Xuddi shu xonada gaplashdik. Ertaga kelaman deb ketdi. Voqea 2026 yil 16 fevral kuni gaplashildi. 17 fevral kuni u gaplash masalani yechishimiz kerak edi. Sizni bezovta qilmasdan, ya'ni ministerstvoni. Lekin mana shu kunga qadar Habibulloh Abbas voqea joyiga yetib kelmadi, masalani o'rganmadi. Buni ham sizga kiritib kelyapman, ma'lumot. Yaxshi, biz hozir sizning murojaatni bo'yicha o'rganib olib qolamiz. Bu yerdan ruxsat bersangiz, ma'lumot berib ketdim, xolos. Endi sizgacha ham bu narsa o'yin bo'lib kelayotganligini ma'lum qildim. Talabnoma O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura Qoraqalpog'iston Taqadosh tumani prokurori. Xo'p. Jabboyev imzo qo'yibdi. Prokuror maktabgacha maktab ta'lim Shirinbetovaga talabnoma. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi to'g'risida qonunning 6 va 22-modda Taqadosh tumani prokuraturasi tomonidan Qoraseyitchanov tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi qarashli 10-sonli maktab direktori A. Bekjanov va boshqa xodimlarning ta'lim berish jarayonlari to'g'ri tashkil qilmaganligi va boshqa holatlarda norozi bo'lgan yo'llagan murojaati o'rganilmoqda. Shu bois sizdan 10-sonli maktabning o'qituvchilarning ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy hamda psixologik holatini o'rganib, o'quvchilarning ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy hamda psixologik holatini o'rganib, natijasi bo'yicha xulosa berishlik uchun vazirlikning bevosita soha mas'ul malakali mutaxassislar ajratib buyruq nusxasi bilan birga joriy yilning 2-mart kuniga qadar soat 10:00 ga Taqadosh tuman prokuraturasi yetib kelishini ta'minlashingizni so'rayman deydi. Ijrochi Qo'shimmatov Xursandbek 77 kodi bilan 092 16 19 16 raqamlar. Talabnomasini tasvirga ko'rsatsam bo'ladimi, prokuror? Ko'chirma nusxasi, QR kod tushsin, tiniq QR kodni topib olasiz. Barakalla, buni ham ko'rsating. Keling, men yerga o'tiringlar. Mana shu. Ministerning buyruq Shirinbetova qo'yibdi. Tasvirda bo'ladi. Xo'p. Prokurorning talabnomasi bo'yicha sizlarni hurmatli ministerimiz Shirinbetova Vazifasini bajaruvchi. vaqtincha vazifasini bajaruvchi, ya'ni shaxs vazifasini bajaruvchi. Nima qilaman? Yo'q, endi Vaqtincha atqaruvchi. tushundim endi. Men o'zbek tilida olib qarsam suhbatimda sizga hech qanday to'siqlik yo'q. Sizlar men turkman klassida o'qidimda ayaqola. Aytaylik deganim, to'liq sizga yetkazib bera olmadim, Qoraqalpog'istonda söylag'uda harakat etmayman, biroq o'zbek tilida ko'proq o'qidim. Ruxsat bersangiz albatta. Xo'p, mana haqiqatan hurmatli prokurorimiz Jabboyev tomonidan 27 kuni mening murojaatim asosida haqiqatan murojaat qilindi prokuraturaga. Prokuratura endi tushuntirib olay, etap-etap tushuntirib, ruxsat berdi. Shoshmaydi. Shoshqaloq juda ham yomon bo'laman. Prokuraturaga murojaat qildim haqiqatan ham. Farzandlarimning masalasi yuzasidan. Farzandlarim shu maktabda 4 ta farzandim o'qiydi. 9-B klass turkman tili yo'nalishi bo'yicha 2 ta farzandim o'qiydi.
ikkinchi B klass turkman tili yo'nalishi bo'yicha bitta farzandimni qo'ydi. Birinchi B klass turkman tili yo'nalishi bo'yicha bitta farzandimni qo'ydi. Shu maktabda ro'yxatga olingan shu maktabning o'quvchilari hisoblanadi. Ayni paytda. Men bir narsa tushunmayapman. Shilimbetova prokurorning talabnomasini bajarmaganmi yoki bugun ikkinchi marta emas, bugun adashmasam 10-marta. Alınç verildi adamlar. Hanegeler verildi. Kim yubordi? Mening xabarim yo'q bunaqa narsadan. Именно министрліктен жіберілген жоқ. Ministerlikten verildi. Rayonlardan қызметкер алынып, сол сіз сұрап отырған тараулар бойынша тексеруге жіберілді. Кеше тексеріп кетті олар. Прокуратура қанағатланбағаны үшін базарлықтан қайтадан келіп бізде тексеруге. Prokuror qanoatlanmaganligi uchun sizlarni jo'natdim. U kelgan xodimlar haqida sizda axborot bormi? Бар. Kimlar keldi? Iltimos axborot berdi. Бұйрығында бар еді, қазір яттан білмеймін. Siz ağa müracaatınız. Siz müracaatınыздың мазмұнын айтыңыз. Мәселеңіз не зат? Мақсат не Öğren зат? çıkmamız gerek. Hazır vakit gelmeyin. Sonun için müracaatınızın manısını nizat kalibatursınız. Nizatты mürajaatta ko'rsatdingiz. Сол боюнча Сіздерге мұражатыңызды берген жоқсыз, прокуратура не затты именно мұражат қылғаныңызды берген. Соның үшін мұражаттың мазмұнын айтың. Tushunadi. Яғни мақсатыңызды. Apasi judayam qo'pol aytasiz, xafa bo'lmang. Ikkinchidan menda maqsad yo'q. Bu yerda prokuror yozib qo'yibdi. O'quvchilarning ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy, psixologik holatini o'rgantirdi. Prokuror aytib qo'yibdi, men emas. Agar e'tiroz bo'lsa prokuror aytsin, yaxshimi? Men sizni men uchun minnatdor ekanman. Sizni ministr jo'natdim. Men uchun kelib o'tgan birinchidan. Xo'p. Oldin kelgan aytaylik deganim aytma. Mayli, siz bilan gaplashib qo'yib, bu asosal harakati sal qulay uslov. Mana agar yoqmayotgan bo'lsa bemalol ketishi mumkin. Hech kim majbur o'xshab o'tirgan yo'q. Bilemiz ama siz tınav için geldik bugün. Rahmet tinglagan uchun. Prosta men aytaylik deganim, oddiy misol, 2-martgacha deganim men bir necha marta haqiqatan men borganman prokuraturaga. Xodim ajrab degan gapni hozir eshityapman. Shu kunga qadar siz jo'natgan xodimlardan birortasidan men xabarim yo'q. Kim kelganini, nima o'rganganini men bilmayman. Uni aytib qo'yaman. Shuning uchun tushunmovchilik bo'lmasin deb oldin xodimlarning noto'g'ri xulosasi yoki noto'g'ri ko'z qarashi sababli sizning fikringiz o'zgarib ketishi mumkinligining ehtimoli borligi sababli oldindan shuni kim ekanligini bilib olaylik, kim keldi. Shu kungacha hech kim kelgan yo'q. Balki mensiz maktabga bironta o'rganishga kelgan bo'lishi mumkin. Men xabarim yo'q deb o'tiribman. Axborot yo'q. Abbas degan bir odam kelib tayyorlashim deb o'tiribman. Vazirda hech kim kelmadi degan buyruq qo'ydi menga. Dur vazirlikten bize kelip Bugun kelib turibman. Ikkinchi marta o'tib ketdi. Buyruk bizlerge buyrukta ko'rsatilgan. Aniqlashtirib olay deb o'tiribman. Aniqlashtirib olay. Buyrug'imizning vaqti bor edi. Xizmat safaridan shu yo'li vaqtida sizning buyruqni endi o'qimoqchiman. Hali prokurorning talabnomasini to'g'rilayapmiz. Ikkalamiz birgalikda albatta. Xizmat safari tomondagi aktlari ko'rsatilgan xizmatga qarorbosi taqdirlash tuman prokurorining 2026 yilgi 27 fevral kungi 24/87/76/26 sonli tekrorlanib taqdirlash rayon maktabga shekarman maktab bilim berу bo'limiga qarashli 10-sonli o'rta maktab beruv maktab uylanuv жұмыстары qatnashuv uchun жылдың 6-mart sanasidan boshlab 5 kunlik muddatga ish haqqi saqlangan holda Qoraqalpog'iston Respublikasining Taqdirlash prokuraturasidan xizmat safarina jibrilsin. Ya'ni sizlar prokuratura 5 kunlik muddatga jibrilgan. Bugun adashmasam 10-mart. 5 kun bo'lganda 6-martdan boshlab deganda 6-mart kundan boshlab sizlar o'sha xizmat safarina chiqishingiz kerak edi. Apa nega 6-martdan so'nggacha kelmadingiz? Bugün kelip turmaz. Buyrug'imizning vaqti bor. Bizler sizin aytgan zatlaringizni öğrenip sizga ma'lumot beramiz. Bana ma'lumot berasiz, prokurorga ma'lumot. Prokurorga ma'lumot beramiz, ular sizga beradi. Prokuror Prokuraturaga yozasiz. Prokuraturaga yozgan mürajaatingizni ma'nosi qanday edi? hozir aytaman. Demak siz yerdan 11-martda deysiz xizmat safarida yurasiz turibsizmi? Bizler eğer öğrenim davamında eğer maqsadimizga jeta olmasak, öğrenim jumaqlanmasa, bizler buyrug'imizni so'zdiramiz. Demak bu 11-martdan keyin Keyin öğrenib berishimizga bo'ladi deyapman sizga. demak bu imkoniyat bormi? Nizomda cheklanmaymi bu? Nizomda cheklanmagan. Öğrenim jumaqlanmagan bo'lsa, buyrug'imizni so'zib beraveramiz bizlarga. Ya tushundim. Erdo'boyeva Nargiza Ansatbayeva Qoraqalpog'iston Respublikasi maktabga shekarman ham maktab bilimlendiruv ministrining bilim beruv, bilimlendiruv mekamelarida tarbiyalik жұмыстарды muvofiqlashtiruv ham maktabdan tashqari bilimlendiruv, ko'rkamlashtiruv sektori metodisti, ya'ni siz
Şundayma. Düşündürüp berin, bu nijat degen men düşünmedim. Adil baramam. Siz murojatыңыздың мазмұнын айтın. Men sizge esabат берүүгө мажбур эмесмин, улума. Yaxşı. Жұмысым бойынша. Ya düşündürüp berin, qaysı taraf boyunca men sizge tiýip bolsa sizge aytaýyn. Рухилык тарабы боюнча. Ruhiylik bölüm bu yak bet, men psikolog bölüm. Ruhiylik Kıskaça kılıp aytkanda sonday. Ya düşündüm, psikolog endi balalarning psixologiýa öýrenip onu düşündüm. Buna ruhiylik degen kanday jumş sonda? Мектепте рухилык боюнча директор орунбасарлары бармы? Ağa siz bizlerde Bular öğrenip жұмыс çıkacaksınız mı? бойынша. Ya siz müracaatınızın manasını aytasınız mı? Мурожатыңыздың мазмұнын айтасызбы сиз? Я болмаса биздерди үйрөнө жатсызбы? Men sizlerle öýrenip atyrgam jok, men bilmegen zatmy sorap atypman. Енді айтып отырмыз ғой. Ora sıfatında men bilmegen zatny akbardan şarkym var size. Aytyp jenne siz kopalasyň atypman. Men size kopalasyň çygarmagyna atypman. Alam bergen analize turgan baýyna karap basda mektepke şeker hem mektep bilimlendirүү ministriniň bu şulardy kasbga bagdarloo hem psixologik hizmet sektor metodisti. Şol metod 4 mart günü kolumda tutatan sizden buyrukdy. 6 martdan keyin sömürden kelmegen suat etip etiraz bolýan abaja. Prosto men etiraz bolýan sizlerge. Ministr kolumda 4 mart günü. 4 Mart günü tutturgan jok bizlerge. Yaxşı bizler öýrenүү dowamında eger müracaatınız Bugün tutturdum onda. Ministerge kaça Ya etiraz çok öğrenilmese bizler nemsi sozuğa hakkımız var, hizmet saparını uzaytır alamız vaktin. Hazır siz müracaatın manasını aytsanız öğrenip başlayınız da buyurdu. Düşünüyorum. Buna kadar öýrenýse jatpa tutdu meni. Öğrenemiz siz ayta verin müracaatınız Şuda kapalaştırıp çıralmam lazım. Hop. Psikolog bolganda balalarning ruhiy halatini öğrenmek için okuwatgan balalarning Psikolog ne istew gerek bolsa şonu is rejesi boýunça ayfa edime bilip alaydy şem sen ne istediğini ben bilmeyim ama men pedagogik sakat okumagan. belirlengen is rejesi var. Psikologdan. Şunda Ana Taşkentden vazirlikten tasdiqlanıp keledi. Şu iş reje dikarında jıl davamında alıp barılan жұмышлар var. Özlerinin taşxistan metodikalary var, diagnostik metodikalary. Şu arkalı metodikalaryny alıp, keyinten eger ruhiyatında özgeriş anyklanady bolsa, onu korreksiya kılady, profilaktika kılady, diagnostika kılıp bolgandan keyin kullasa düzeyşi жұмысларын alıp barady. hop. Men bitta savol qiziqtiryapti ota-ona sifatida. Siz mening farzandlarimni ruhiy halatini öğrenmek için müracaat boýunça yoki bütün maktabda öğrenmek? Eger sizin müracaatınızın manasyny bilsek, soňa garap koýarys. Müracaatın mazmunu quyidagicha. Bu yerda mening farzandlarimning masalasi aytıldı. Prokuror aytyaptiki, bolalarning ma'naviy, ma'rifiy, tarbiyaviy, psixologik holatni o'rganish natijalari boýunça. Düşünýapsizmi? Yeni men farzandlarim haqida gap ketyapti. Men size yuqorida ma'lum qildim, 4 ta farzand o'qiydi. Hop. Ana men size aytdim siz so'raganda. Hop. Mening farzandlarimning madaniy, ma'rifiy, tarbiyaviy, psixologik holatini qachon, qayerda, qanday usulda o'rganmoqchisiz? Hurmatli talabalar. Sog'. Siz murojatыңыздың мазмұнын толық айтасызбы? Aytdim bu endi. Tushunmadingiz? Sizin perzendlerinizin manaviy, ma'rifiy, psixologik nesini aniqlab berүү gerek. Dedim hozir. Aha. Shu men aniqlab berүү kerak demadi, prokuror aytgan bunu. Hop, Қараң, qarab сіздің балаңыз өткен жыл, еді осы жыл ya. Өткен жыл 500 saat қалдырған, солай ма? Solayman meni sorma, kim axborot bersa, o'tgan 5 soat qoldi. Siz qayerda informatsiya olasiz? Сөйтіп, содан кейін сіздің балаңыз класстан классқа қалдыруға қарар қылған мектеп тарапынан. Бірақ кейіннен бірақ класстан өткен екен. Қазірде онда 9-шы класс па сіздің балаңыз? Hozir aytdim, to'g'ri. Қазір 9-шы класс. Кішкентайларыңыз 1-chi klass. 1-шы класс. Біреу 1-шы класс, біреу 2-шы класс. Класс 4 балаңыз неде оқиды? Мектепте оқиды. Енді сол бойынша толық мұражатыңызды айтыңызшы, сіздің мақсатыңыз не? Қазір біздерге дейді прокуратура айтып отырды, siz балаңызды мектепке жібермейді екенсіз қазіргі уақытта. Prokuror aytdimi? Prokuror aytdi, shu yerda bor. Yo'q, не үшін жібермейсіз? Сызықларды айтып берің біздерге. Hozir men ham sizga kimsiz deb savol bermasdan oldin, qo'pollaşmang. Siz birinchidan tergovchi emassiz. Sudya emassiz. Ne uchun jibirlikda savol ota-ona so'rab qo'yishni bo'lmagan. Sizga bolalarning degan prokuror madaniy, ma'rifiy, Балаңызды мектепке жібересізбі? holatini o'rganib. Yo'q, қазіргі уақытта оқуға қатынап жатыр. Yaxshi savol. Nimaga maktabdan boshdingiz? Siz javob bering. Siz ota-onasiz ғой. Siz 18 жасқа шейін жауапкерсіз перзенттеріңізге. Siz javob berіңіз, жіберіп отырса жіберіп. Yaxshi savol. Maktabda ma'lumot olishni taklif qilaman, tavsiya qilaman. Yaxshi, ұсынысыңызды қабыл еттім.
Jiberýatyrsy, jibermeýärsiz. Maktabdan axborot olishingizni taklif qildim. Demek jibermeýärsiz. Yo, men hali unaqa demadim sizga. Unda jogap berýärsiz. Jiberýatyrmy, jibermeýärmi? Yo'q, sizning murojaatingiz qanday? Misol uchun sizning farzandlaringizning ruhiy psixologik holatini aniqlab berishimiz kerakmi sizga? To'g'ri, xatnoma dedim. Hozir aytdim. Endi Hozir aytdim. Shuni dedim, sizdan iltimos hurmatli mutaxassislar dedim. Mutaxassis jo'natgan ekan vazirlik. Shunbetova men. Shunbetova aytganda prokuratura topshirdi. Prokuratura shu Amnagirning farzandlarini mana bu holatlarga o'rganib berish kerak degan. Shuning uchun ham mutaxassis siz jo'natdi vazirlik. Hurmatli mutaxassislar, siz men taklif qildim. Mening farzandlarim haqida gap ketyapti dedim. Men butun maktabda demadim murojaatimda. Sen butun maktabdan ota-onalari bor. Agar farzand uchun qiziqsa, ma'lum bo'lsa, qiziqsa, keladi o'zi. Ular taklif qiladi. Baribir. Endi sizning farzandingizdan Siz- ruhiy psixologiyalik tarafdan öğrenimiz oşon. Sizin farzandingiz mektepte bolup kerak we bize sizin uyingizga boryapti. Sonu aytdim. Yo'q, men hozir savol tashladim. Qanaqa usulda, qayerda, qanday tartibda o'rganmoqchisiz deb. maktabda bo'lsa öğrenadi. Mektepte bolsa öğrenemizde. Siz hozir bize qayerga borishimiz kerak? Farzandingiz qaçta hozir sizin? O'quwga jiberyapsizmi? Yaxshi Qayerda? savol. Men mektepten bu so'rovga обязательно javob olaman. Hozir ham javob olmay o'tirib, alım mumkin deb o'tirib qarsin. Alınmadimi? Jiberyaptimi, jiberyaptimi? Hozir bu vaqtda yo'q, bu qadar Qancha vaqtdan beri kelayotgan jo'q? 2025-2026 o'quv yılında 15-20 sentyabr aralığında o'qiganmiz. Endi hozir bize qayerga borib öğrendik? Qayerga o'rganishimiz kerak? Men shuni ta'minlab bering. Siz qayerga o'rganishimiz kerak? Men Nizam ta'minlab bering. boyunca sizin farzandlaringiz nega o'quda bo'lishi kerak? Belgilangan vaqt aralığında. Kunda 5-6 soat kemida. Jiberishimiz kerak. Endi biz hozir sizin uyingizga borib öğrenmek uchun. Yo'q, men Ruhiy qayerga psixologiyalik holatni öğrenmek uchun. qayerga sizga ma'qul deb savol berdim, xolos. Men sizga taklif qilyapman. Sizin farzandlaringiz Men mektepte aynan- bo'ladigan bo'lsa, psixologiya ruhiy jag'dayni öğrenmemiz mumkin. Bizlar bor bu sizin uyingizga o'z zotni bizga olmaymiz. Demak, maktabga kelish kerak farzandlar, to'g'rimi? Hava kelib kerak. Qachon, qanday usulda, qanday tartibda o'rganmoqchisiz shuni? Qachon Siz ta'minlab birinchi berishimiz? olib kelin, balalaringizni, qizlaringizni olib kelin. Qachon? Keyin aytiladi Qachon? qizlar. Kimga aytiladi? Keyin qalay aytiladi? Kimga Siz aytiladi? birinchi farzandlaringizni maktabga jiberin, o'quvga. Kim ish bermayapti? Nizomda Sizga dalil bormi? belgilangan Siz isbotlab berasiz, ha, tuhmat qilayotganini bilasizmi siz? Menga nisbatan. Menga yubormayapsan degan bu tuhmat hisoblanadi. Hozir maktabda emas deb o'tiribsiz siz, balalarim. Men siz chaqirgan uchun gazak bayroqni taklif qilib Men hatto o'qituvchisi ham aytib o'tiribdi, maktabda emas. Qani Endi sizga qanday dalil kerak? qanday o'qituvchi? Qanday o'qituvchi? Meni direktor o'rinbosari Direktor qilmaydi. o'rinbosari o'tdi. Haq ma'noda yaxshi taniyman direktor o'rinbosari. Men birovga demayman, shu direktor o'rinbosari meni chaqirgan uchun sizning bilan oldimizda xizmatxonamizda o'tiribman direktorlar gaplashib o'tiribman. Direktorlar xizmat siz bilan suhbat qilyapman men deyapman. Chiroyli qilib. Nima muammo chiqaryapsiz? Maktabga farzandlarni yuborib qo'yibman. Siz savolga javob. Bemalol kelishlari mumkin. Ota-ona sifatida menda yoki onasida hech qanaqa to'sqinliklar yo'q. Bu bo'yicha Gazak Vaynovat bilan suhbat olib bordik. Suhbatlarga imzo qo'yib berdim hurmatli. Mana. Olib borganman. Qo'yib berganman. Siz yubormayapsan deb menga tuqun. Men yubormayotganimni dalillab bersangiz, marhamat. Agar dalillab bera olmasa, unaqa gap gapirmada bir gaplash madaniyatimiz ham yo'qda, o'zingiz madaniyat markazidan kelasizlar. Farzandlaringiz maktabga nimaga kelmayapti, hurmatli ota-ona deb savol to'g'rilab bera olmaysizda. Endi mutaxassislar deb deb kelasizda, qo'pol munosabatda bo'lyapsiz. Men uchun kelmayapti u yaxshi. Men aytib o'rgatishim kerak bo'lsa savol berishlar. Endi siz qalagan so'rovni berib o'tiribsiz, siz javob bermayapsiz. Men qalagan savol men aytgandan beruvim shart emas hurmatli mutaxassis. Unda ne qilish kerak hozir? Bilmadim, nima qilish kerak? Men savol beryapman. Nima qilsam siz Endi sizga so'rov berib o'tiribman. murojaatni qanaqa Balalarni uydan bering deb o'tirsiz, ruhiy psixologiyalik tarafdan. Biroq balalar maktabda emas. Men sizning uyingizga borib kerak deyapti. Onam yo'q, men bilmayman deysiz. men yo'q bilmayman demadim. Sizga qayerga qulay men shu ta'minlab beray deyapman. O'rganishga sharoit yaratib beray deyapman. Tushunyapsizmi? Unga ham ko'nmayapsiz. Shariat jarat ber, maktabga kelib shariat. Qachon? Soat nechida, qaysi vaqtda? Maktabga qachon kelishi kerak bo'lsa, o'qish sol vaqtda kelsin. Bu hozir aytib bering demayman men sizga. Qachon olib beray endi? Ayting. Siz qachon kelasiz men farzandimni o'rganishga? Falon kuni kelaman hurmatli ota-ona. Siz falon kuni bolani mana bu xonaga yoki direktor xonaga ta'minlab Erta qay vaqtda o'quv bo'lardi? 8-9 8:30dami? Azon vaqtdami? Tushga shekam o'qiyman bolalarga. So belgilangan oraliqda o'sha yerga kelib. Siz 8:30 kelasizmi? 8:30ga kelarman avval.
Yani kelgan vaqtimizda iltimos xabarlantirib yuborsangiz, men albatta sizga sharoit yaratib berishga harakat qilaman. Bo'ladimi? Al, yaxshi, unam kelishdik. Endi boshqa masala. Yana nima maqsadimiz bor? Men hech kim bilan hech narsa kelishmayapman. Vaqtini, soatini aytsangiz iltimos. Men Ertangdan boshlab deyapman, soat 8:30dan boshlab deyapman. Ertaga olib keling, soat 8:30dan 8:30. boshlab men farzandlarni o'rganmoqchiman deyapman. Murojaatingiz bo'yicha ürün olib boramiz. Sizlar hozir son kundan prokuratura ma'lumot beramiz. Ham sizga ma'lumot beramiz. Tushundim. Men hali aytib tugatmadim shekilli. Bo'ldimi, siz ishlab bo'ldimi? Siz yo'q aytdingiz-ku. Murojaatingizni Aytib mening berdim, bezakam. söylüyorum tugatmadim men. Yaxshi, ayting. Tushunmadim men sizni. Yo'q, sizning murojaatingiz bo'yicha Siz bizga prokuror aytsa uchun kelyapsizmi? Maqsad nima? Boya bu opa kelganda maqsad nima? Men ko'p savol berdim. Sizning maqsad nima? Siz prokurorning qog'ozi uchun Sizning kelyapsizmi? maqsadingiz Birodar, murojaatingizda Siz yurgansiz. bilan gaplashib bo'ldim, bu ahvoldan gaplashing. Nima? Bu Biz yaxshi. bo'lgan yo'qmiz biz yerda. Siz Yaxshi, biz Men gaplashib tugatay, bitta insonga bitta odam gapiradi. Opa, maqsadimiz ürünib, ma'lumotimizni topshirib berib. siz u yerda farzand o'rganishingiz kerakmi? Farzandlarni ürünü uchun bizlar maktabga kelib kerak farzandlar. Bizlar uyga borib ürünni vakolat qilsak qilmaydi bizlar. Men uyga borib o'rgan degan gapni yoki iltimos Endi qildimmi? siz umuman ochiq yesat aytmayapsiz bu yerda. Aytishim gaplashishim kerakmi? Siz chiqib ketdingiz, kirib ketdingiz, bo'ldi deb yana chiqib ketdingiz. Marhamat. Maqsad nima? Hurmatli xodim. Maqsad men Prokurorning qog'ozini shoshmay shoshmay turib, prokurorning qog'ozi uchun keldingizmi bir bora? Yoki ministerdan shunchaki chiqarib bergan qog'oz uchun keldingizmi yoki men vazifamni o'rinlash uchun keldim. vazifangizni o'rganmang. Vazifamni o'rinlayman hozir. Iltimos, suhbatdan qiling. Ota-onalar bilan suhbatdan qiling. Sizning bloknotda suhbatdan bo'lmaydi, u qo'polboyda tualetda bo'lmaydi. Ota-onalar murojaat o'rganishga kelib suhbatdan qilinadi. Marhamat, suhbatdan qilib men javob beraman. Tushunmaydim. Suhbat bayoni. Sizning bloknotingiz qo'polboyda tualetda bo'lmaydi hisoblanadi. To'yib bo'lmag emas bu. Tualetda bo'lmaydi hisoblanadi deyapman, men shaxsiy fikrimni aytyapman. Bu bir. Xohlasan shikoyat qilishingiz mumkin. Ikkinchidan, siz murojaat o'rganishga kelganda ota-ona suhbat olib beradi, to'g'rimi? Suhbat bilan qilsam imzo qo'yib beradi. Shunda siz menga bergan savolingizga men ochiq javob beraman. Men bergan bilmayotgan axborot sizga beraman, birga yozib shuni o'rganamiz. Iltimos, suhbatdan siz o'rganishni qanaqa olib borishni ko'rdim men. Kuzatib o'tiribman shuning uchun. Qanaqa ish olib borasiz. Indamay o'tirdim. Dastlab shuncha qo'pollik qilib indamadim. Ish qo'pol Siz qo'pollik qilyapsiz. Nima qo'pol qildi? O'zim javob beraman. Tasvirda bor, tasvirda o'zingiz ko'rib olasiz o'zingiz ahvolingizni. Shuning uchun tasvir olmayapsiz siz. Ertaga tuhmat qilmasin demek. Hech kim sizga tuhmat qilib o'tirgan yo'q. Tuhmat qiladi, bolam nega jibermayapsan, 500 soat qolgan deyapsan. Xo'sh, 500 soat qolgan ekan, axborot olgan ekansiz. Bolam klassdan qolsa o'tgandingiz, keyin birinchi o'tmaydi, direktor Nibirdiz, osu dalillar almış endi, anda geldiler. Dalillarni olamiz bizlar, onsiz ham. Anda geldiler. Ürünüge vaqt ketadi bizlarda. Vaqt kelsa taqab keltirsa vaqtini. Yaxshi, shuning uchun ürünib tezroq. Lekin vaqtga keltirish, taqab keltirish. Yana ham qavlamasada dedi siz demagan say. Siz dalillarni olib anda geldiler. Buni ham misol, mana hujjat, misol 2 yil hujjat dedi, hujjat. Mana hujjat dedi. Men qanday bo'lgan bu? Sizning fikringiz qanday bo'lgan? Ne bo'ldi mana yerda? Anda geldan mana yerdan bolam qanday bo'lgan bu? Mana ne bo'ldi deb savol berdim-ku. Maqsad nima? Maqsad nima? Siz murojaatingizni to'liq aytmay turibsiz, o'shadan so'rab bermay nima qilaylik endi. Davlat tilida sizga 2 marta tushundirdim, 3 marta davlat tilida prokurorga yozib qo'yibman, bolalarni o'rganib chiqdi. Ha, endi tushuntirsangiz aytib, bolalarni shu yerga olib keling deb. Xo'p dedim, men yo'q Maktabga dedim. belgilangan vaqtida kelsin deb. Xo'p dedim. Uyingizga borib uyranmaymiz. Men shunaqa gap gapirdim, uyima bor dedim-da. Yaxshi, Shariat jarat bering dedingiz. Men shariat jarat bering, maktabga olib keling dedim. Xo'p dedim, u tomonni gaplashib, endi nima muammo chiqdi? Iltimos suhbatlaylik qiling. Yozib berdim hozir. Yozma turda bayon qilib beryapman sizga. Nima? Siz aytmayapsiz murojaatning ma'nosini. Tuhmat qilma, men aytib o'tiribman sizga. Ota-ona 3 marta gapirdim. Iltimos suhbatlaylik qilaylik. Ikkalamiz siz bilan men mutaxassis, to'g'rimi? Men keldim mana ota-ona suhbat chaqiruvga men yetib kelyapman, hurmatimiz qilyapman. Bitta suhbatlaylik qila olmaysizlar. Endi murojaatni aniq ochib bergan bo'lsangiz, biz shu bo'yicha ruxsat bersangiz, agar o'rganish Men suhbatlaylik qiling, imzo qo'yib beraman. Bu narsadan e'tirozimni bayon qilay, suhbatingizni yozib oling. Siz murojaatingizni ma'nosini yozib beraman, ag'a iltimos sizdan. Men Murojaatingizni ma'nosini yozib beraman. suhbatlaylik qilasizmi, qilmaysizmi? Qilmayman ham. Nimaga? Men vaqtim yeterli. Men hozir uyrenuim kerak. Siz yozib bering. Demak, siz ota-ona bilan suhbatlaylik qilmoqchi emas. Uning maqsadini, dardini tashvishga o'rganmoqchi emassiz. Shunaqami? Qaragangizni o'ylab ag'a olib. Umuman Iltimos. shashab Men shashab men ishima demadim hech.
Siz eğer mürajaatinizning ma'nosini iltimos yozib bitta bersangiz, suhbat berib, men imzo qo'yib beray, chiqib ketay. Sizlar abetingizga keting, meni buyurib oling. Bizlerge ne Buyruq kılmamız boyunca gerekligini siz iltimos. ayta olmaysiz. İltimos Siz diyorum. topşırma bere almaysiz bizlerge. Kim topşırma verir? Müracaatı qaytib öğrenүү керек болса өзүңүз билемиz. Suhbat bayon qilmayapsizmi? Ya kılınmaydı. Nega? Niyozat nega? Nega? Ya siz sebebiniz neydi müracaatınız? Öz maksatınız niyozat sizin? Men maqsadimni aytdim, siz maqsadini aytdi, narigi sol bo'yicha o'rganamiz hozir maktabda. So'ng meni prokuraturaga ma'lumotni beramiz, bo'ldi. Agar ruxsat bersangiz biz o'rganib ketamiz. men ham tugatmadim. Siz meni nimaga chaqirdingiz? Mayli, tushundim men sizni. Hozir sizning murojaatingiz eshitdik qo'y endi, ag'a ne kerak endi? Eshitmadingiz? Hozir siz qayta aytdim deb tursiz hozir. Prokurorning aytgan gapini qog'ozda o'qib berdim. Pulman, pul emas. Bu yerda mayli aytayotganim. Prokurorning qog'ozda yozib bergan narsani o'qib ko'rdim. Siz ham o'qidingiz. Hozir siz aytdim deb hozir qayta 3 marta aytdim deb hozir ham aytib o'tiribsiz. 3 Sizga marta prokurorning aytdim, Ben qog'ozi- size aytın yaxshi qaytadan boslab aytın yaxshi. Aytın. Aytın. Müracaatınız Kulgulimi. Kulgulimi. Men ham kulguli emas, ag'a. Kulmay o'tirmang aytmam. Ag'a, bir-birimiz tushunaylikda hozir bu yerda masalani chechishimiz kerak maqsadimiz. bo'ldi, bitta suhbat bayon qilib, siz meni chaqirdingiz, kelib turibman. Suhbatlashyapmiz mana. Suhbat bayon qiladigan bo'lsak, siz yozib bering murojaatingizni. Murojaat siz allaqachon yozib berganman. Bizlar ko'rmadik uni ag'a. Sizlerge bergen yok o müracaat. Bizlerge Bizlar ko'rsatgan yok buyruqlarni sizin keltirib, biz so'ng müracaatınızı. uchun sizdan Onda men siz iltimos qilaman. bugün Nega? iltimos qilsangiz, iltimosingizni men qanoatlantiraman. Murojaatni men yozib beraman mayli. Rahmat. Lekin dastlab bitta suhbat bayon men yozib beraman. Men yo'q demayapman. Bironta gapingizga e'tiroz qilmayapman. Lekin siz menga e'tiroz qilyapsiz. U qilmayman, bu qilmayman deb sizlar e'tiroz qilyapsiz. Iltimos qilib so'rayapman. Siz hozir murojaatingizni ma'nosini yozib bering. Mayli, bitta suhbat bayon qiling, iltimos. Suhbat bayon degan nima? Suhbat bayon degan, agar siz xodim sifatida kelib, mutaxassis sifatida kelib, qonunni o'rganish borishimda, qonunda cheklanmagan, uning boyagi saytda nimada maqsad nima deb savol beryapsiz-ku, shularni kelib, mana bu murojaat bo'yicha prokuror yubordi, bu deyapsiz-ku. Birga o'rganib o'qidik prokurorning narsasini. Bu opamiz kulyapti shunga. Men prokurorning qog'ozini o'qidim xolos. Prokuror bu Yaxshi, davom eting. shu yerda qo'shimcha agar siz kengroq doirada bilmoqchisiz, to'g'rimi? Sizning maqsadingizni tushunyapman. Men juda ahmoq emasman. Gapirmasdan Yo'q, hech tushunyapman. kim sizni ahmoq deyapti. Yo'q, shuni o'xshatyapmiz, kulyapti bu tomon. Yaxshi, ayting. Qabul qilyapman. Xo'p, shuni kengroqda o'rganish maqsadida kelyapsiz. Kelganingizga rahmat. Lekin shuni ota-onaning bir fikrini, mulohazasini bilish uchun ham bitta suhbatlarni qilsam, men shuni sizga aytganligimni dalillab imzo qo'yib bermoqchiman. Bu sizga olib ketasiz, men olib qolmayman. Siz olib ketasiz, yozib. Bu yerda murojaat bu ikkinchi darajali masala. Shu yerda men siz aytgan qiziqayotgan narsani to'liq bayon qilmoqchi edim. Xolos, men noto'g'ri narsa nima qilmayapman. O'zbekiston fuqarolar to'g'risida qonunda bu narsa belgilangan. Ya'ni yuqori turmush tashkilot rahbariyati va uning bo'ysunuvchi xodimlari fuqarolar to'g'ridan suhbat o'tkazishi, uning fikrini tinglashi, uning iltimosiga binoan e'tibor bering. O'zi tashabbus qilyapti, uning iltimosiga binoan. Hozir birinchi siz tashabbus qildingiz, men chaqirdingiz gazak orqali. Shu buyruq asosida hamda men ham sizga shu aynan siz tashabbus qilayotgan narsani taklif qilib kirityapman xolos. Demak, ikkalamiz qonun chegarasida o'tiribmiz. Shuni iltimos maqsadimiz sababi. Maqsadingiz bo'lsa, iltimos suhbat bayon qiling, men aytayin sizga o'zining nimadan norozi ekanini, farzandlarining bo'layotgan muammolari. Yaxshi, shuni ayting, biz deb tinglaymiz sizga. Yo'q, Azaldan aytmayapsizlar shuni. Aytib o'tiribdi, bitta suhbat bayon qiling. Shuning uchun aytyapman sizga. Sizning bloknot bo'layotgan bu mal hisobida degan qo'pol tuyulmasin. U narsani yirtib ertaga ko'chada qolib ketadi. Rasmiy hujjat bu ikkalamiz imzo qo'ygan suhbat bayonimiz. Uni murojaatga tikiladi. Ertaga prokuror chaqirsa ham men aytaman. Bayon shart emas, ag'a, men siz. Menga shart, sizga shart emas bo'lishi menga ertaga prokuror chaqirib, "Ana keldi, men senga bu xodimlarni jo'natdim, ikkita xodimni, ministerdan. Ministr yuborsa, men senga bu xodim jo'natdim. Aytmamasam degan oldi, kechirasiz hurmatli ministr, yo hurmatli prokuror. Mana bu ikkita xodimdan suhbat olib qolganman. Suhbatda birinchi buni aytganman, ikkinchi buni aytganman, suhbat bayonida to'liq bayon. Mana o'zlari imzo qo'ygan. Siz kameraga olib o'tiribsiz. Kamera men uchun kerak. Xohlasa siz ham olishingiz mumkin. Menda hech qanday e'tiroz yo'q. Marhamat, siz ham oling. Ya ne gerek var ki menda kamerada o'zingiz bilib Qarangda, ag'a, siz murojaatingizni ma'nosini yozib bering. Men kamerani ko'tarib prokurorga olib bora olmayman, ministerga olib bora olmayman. To'g'ri, kamera mening o'zimning xavfsizligim uchun kerak. Sizga o'xshagan xodimlarning qo'pol munosabatini asl basharati ko'rsatish uchun kerak. Bo'ldi. Iltimos suhbat bayon qiling. Iltimos sizdan. Siz murojaatingizni ma'nosini yozib bering. Bizlarga umuman suhbat bayon kerak emas. Biz sizning murojaatingiz bo'yicha o'rganib, prokuraturaga ma'lumotni beramiz. Demak, siz o'rganmayapsiz, to'g'ri? Xohlamayapsiz. Murojaat bo'yicha Suhbat bayon qiling, iltimos. Men murojaatimni sizga suhbat yozib, bayon qilmaymiz bizlar. nega Bizlar murojaat bo'yicha sizning noqonuniy narsa so'rayapman. Qonunga zidmi men suhbat bayon so'rayapman, noqonuniy narsa. bu yoqdan xabarim yo'q, biroq bizlar Men suhbat bayon qonun qilmaymiz. talqinida keltirib ko'rsatdim. O'zbekiston Respublikasining qonun qonun bor.
Qonunga Uzr, asosan gapingizni bo'ldim. Murojaatingizning ma'nosini yozib berasizmi? Shu so'rovga javob bering. kimga yozib berishingiz? Bu yerga yozib bering, yo bo'lmasa ayting, bizlar sizni eshitdik. To'shni zatda ayting, mana zatlarni qarayman, so'zatlarni qilib bering deb, bizlar soni hozir tekshiruv davomida aniqlashtiramiz. Agar ruxsat bo'lsa, Men murojaat hozir yozib bersam, siz men murojaat olasizmi hozir meni? yo'q, sizning murojaatingiz etagan amaniyatda qabullangan prokuraturaga yozib beruv shart emas. Ag'a, siz aytmayotganingiz uchun men sizga qog'oz beryapman. Hozir mana murojaat olaman yozib ber deb bo'p desa boshqa narsa gapiryapsiz. Yaxshi, agar yozuvni qarasangiz yozib bering, bo'lmasa ayting. Mana ovozi chiqib ketdi. Sizga hozir murojaat yozib bersam, siz rozi bo'lasizmi shunda? Agar qarang, ag'a, agar yozib bermayman, ham aytaman desangiz, tamom qulay bo'ladi bizlarga. Vaqt ketmaydi sizlarda. Siz murojaat yozib o'tirganingizda vaqt ketadi hozir. Shuning uchun bizlar tezroq ishimizni Siz vaqtni qizg'anyapsiz, men farzandlarimni 24 soat o'tiraman, men vaqtni qizg'anmayman. bizlar ham qizg'anmaymiz, biroq bizlarning boshqa jumlarimiz bor. O marhamat, unda boshqa ishlab kelgandan keyin Bizlar bu topshirmani o'rlash uchun kelibmiz, biroq. Onda o'rlamanda boshqa ishni chiqishtirmam bu yerga. Onda siz ayting hozir. Men sizga ayting. Iltimos, unda yozib beraymi nima? Yozib bering. Aha. Yozib bering. Murojaat yozib bersam, siz qabul qilib olasizmi men murojaatni? Men qabul qilib olmayman. Men murojaatni bu yoqqa berib o'tiribsiz. Men soni ma'nosini bilyapman, shuning uchun. Tushunyapsizmi? Kechirasiz, men sizga hozir ariza yozib bersam. Ariza yozmaysiz. Ag'a, Niza murojaatni yozib yozmay qo'ying. Ayting, o'sha ayting ya. Siz talabda o'rlayman desangiz ham ko'rmayapsiz, u deydi. Onda siz suhbat berib, ikkalamizda qog'oz tuzmayapsiz, bitta nima qilaylik? Qiynalmasam. Suhbat bayoni qilinmasa aytmaysizmi eshitib? O endi rasmiy hujjat bo'lishi kerak-da, Ya, o'rganib. Rasmiy so'rovga hujjatimiz javob bor bering. bizlarning. Prokuraturadan berilgan buyrug'imiz bor. Prokuraturadan berilgan xat bor. Bu murojaat noqonuniy zot emas. Bizlar Mening aytgan qonuniy narsam, o'tiribsizki. men ham qonuniy gapiryapman sizga. Men ham qonuniy o'tiribman. Klinikada o'tganman, ro'yxatda o'tganman, chaqirdim. Hozir suhbat bayoni qilinmasa siz hech qanday so'rovga javob bermaysiz. Savolingizga javob Esat beraman. aytmaysizmi? Aytib o'tiribman, eshitmayapsiz. Ya aytayotgan yo'qsiz. Eshitmayapsizmi? Men murojaatingiz mazmunini ayting. Aha. Siz prokuraturaga ne masalada murojaat yozgan edingiz? Bizlarga ko'rsatib berdik, bizlar bilmaymiz. Siz so'zatda ayting. Ha, demak prokuratura shuni aniqlashtirib olish kerak edi, siz tajribali mutaxassis. Kelib men ota-ona bilan Ammo siz nima kesetib gapingizni to'xtatasizmi yo bo'lmasa bizlar kesetib gap degan tushunmayman. Men Qoraqalpog'iston tilida o'qimaganman. Biroq so'ylab o'tiribman. Men turkman bo'lsa, turkman nima gaplasam maqulman. Yo'lini aytib o'tayman. Tushunib yermay, ota-ona sifatida kelib o'zim farzandlarim masalasini bardan prokuraturaga aytib o'tayman. Turkman tilini tushunmayman. Gaplasa. Sizning bu xarakteriniz menen hozir misalga bu so'ylashim menen nisa chechilmaydi. Chechilib turibdi. Zo'r chechilib turibdi. Sizlarga qo'pollig'ingizni qarab salomlarni aygal o'tiribman. Hurmatli Razzako'da iltimos qilsam bo'ladimi? Ayting, Iltimos qilsam bo'ladimi? ayting. Siz juda men belki tushuntirib bilmayapman bularni men aytib turgan gapimni. Siz adres keltirib, men chaqaloq masalasini keltirdim. Shu masalalarni ko'rib chiqsa qilmay, shuni iltimos etdim, aytib o'tayman. Men turkmanni gapirdim. Siz turkmanni tushunasiz, turkman vakil. Bizlar tushunmaymiz. Men bu yoqqa turkmanni tushuntirib o'tiribman. Sizga tushuntiradi qarab vaqtim deb. Shuni tushuntirib aytib qo'ying, iltimos. Men belki tushuntirib bilmayapman bular. Bular gaplashib turgan gapi, men aytib turgan gap to'g'ri, men qarab vaqtimda gaplab qo'ydim, tushunmadilar. O'zi tilini gaplab tushunmadi. Turkmanni tushunmaydi o'taydi o'zlari. Siz tushuntirib qarab vaqtimda belki ma'noni to'g'ri tushuntirib. Балаларның мәселесінде келіп отқан дейді. Содағы машқалаларды шешу үшін дейді. Машғала не зат енді? Şuna bir söhbetleştirip, şunu rasmiyleştirsek, ben kol çekip belki çıkıp gitti, vaktinizi almasam birbiriniz deyip Ayting, yaxshi, ag'asi tinglaymiz, ayting. Соған мен сәубетлесу жазсақ дейді да, сөйтіп. Siz bilen Сәубетлесудің мазмұны. Sizni tinglaymiz bizlar. Yazmayız. Tinglaymiz. Ay yazmayız. Tinglaymiz. İltimas kıladık mı? İltimasdan da Tinglaymiz bir sizni. de kağıt vereyim mi? Tinglaymiz. Bir de kağıt vereyim. Siz bilen yine hem çukurlaşmışsınız sonra. Qoraqalpog'iston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi Boyashoq vazifasi bajaruvchi Shilmetova kim? Shilmetova dejimaydi? Tushunmadim, siz ne yozasiz? Endi boya nima yozib ber dedingiz? Yozib beryapman mana. Rasmiy turda qog'oz ko'rinishida yozib beryapman. Endi buni qilsam yana e'tiroz qilmoqsizmi? O'rganmoqchimisiz? Yaxshi, yaxshi.
Shilmbetovaga kim Shilmbetova? Ma Shilmbetova. Men Seyitjanov Anna dedi. Qattiqroq asol jumadir deydi. Juma deydi. Manzil Qaratosh. Michuri ko'chasi. Qaza bering, men barman. Sizdan qo'rqyapman. O'rnashgan xodimlar bittasi telefon ko'tarib chiqib ketsa, bittasi boshqa yerda yursa, u qanaqa shunda? Nima o'rganamiz hozir? Qog'oz yozib berib, o'zi chiqib ketadi. Juda kulgili hol. Sizlar ta'lim ministeriyasida manday munosabat bilan ishlab yurgan bo'lsangiz, ta'lim ministeriyada allaqachon bir oltin medal berish kerak ekan. Bunday ahvolda xodimlar. So'bering. Ministr beradi, men bermayman. Ta'lim ministrini oltin medal berish kerak. Sizga o'xshagan xodimlar ishga qabul qilib, ota-ona bilan qo'pol munosabatda qildirib, kelib o'zini ko'rsatib boshqa munosabat qilayotganligi uchun. So'g'ib. Yana psixologman deysiz, yana boshqa deysiz. Iltimos qilsa, iltimos qilmaysiz, qog'oz yozib berasiz, chiqib ketib qoladi. Bunday holatda bilmadim men endi. Hurmatli xodima, opam siz deydi, bilmadim. Opa desam, yoshingizni bilmayman. Hurmatli xodim deb gapiryapman, shuning uchun tushunmadim men sizlarni. Maqsad nima o'zi sizlarda kelganda? Maqsad nima deb men keldim. Bizlar ham sizdan so'rayapmiz, buni men sizda aytmayapsiz-ku. Men farzandlarimning muammolarini bartaraf qilib, o'qish jarayonlarida bo'layotgan to'siqlarni bartaraf qilib, farzandlar o'qishiga, To'siq bo'lyapti sifatli bilim farzandlaringiz. olishiga sharoit yaratib berishda hamma yordam so'ramoqchi edi. Sifatli bilim olganda nima to'siq bo'lyapti maktabda? Sifatli degani O'zbekiston Respublikasi davlat ta'lim standartlari qo'yilgan. Metodikalar va qo'yilgan. Shu asosida bilim olishni xohlayapman. Sotikarni bilim olyapti to'yenda. Shundaymi? Qayerdan narasiz? Shunday emas ekanligini isbotlab bersangiz. Isbotlab bering siz. Endi siz Biz soni ko'rga o'tiramiz. Unda sizlar 500 soat dars qoldirgan bolani sinfdan o'tkazgan degan gapni ishlab qoldingizlar. Davlat ta'lim standartida 500 soat dars qoldirgan bolani sinfdan o'tkazdilarmi? Bizga soni tekshiruvga kelib o'tiramiz. O'tkazlar bilan savol bering bilmaganlarga, iltimos. O'tkazilmaydi. Aniqmi? Davlat ta'lim standartida zidmi shu narsa? O'tkazilmaydi. Nimaga o'tkazgan uni? Nega o'tkazgan bilish uchun kelib o'tiribsiz endi. Birinchi sizlar meni siz meni so'rasib olyapti dedik. Siz murojaat qilgansiz. O'zingiz gapirmang, aytyapman. Mana qog'ozdan o chiqib ketyapti, yo'q endi mana o'tiribman. O'zingiz vaqtda o'zim men o'tiraveraman. Agar o'rganmayman, men siz bilan gaplashib, adabdan chiqib ketamansa, marhamat, bemalol ketishim. Men sizga jazo bering. Kesin aql endi men nima yozishim kerak hozir? Nima xohlayapti mendan? Ariza xohlayaptimi? Yo'q, shoshmay turing, hurmat qilib. Ariza xohlayaptimi, shikoyat xohlayaptimi, iltimosnoma xohlayaptimi, e'tiroz xohlayaptimi, nima xohlayapti? Boyadan deb qog'oz deyapti, kesinlarmi o'tirsam bu yerda, meni talab qilsin, men yozib beryapman mana. Men nima istaysiz? Hamma narsani dabay deyapman. Bir egilib, assalomu alaykum, boyadan shu bolaga o'xshab patkani supurib berib qoladi men sizlarga. Nima qilib beraman degan? Aytganlar bari labbay bo'ldi, apa, yaxshi deb istab beryapman qo'yib. Siz murojaatingizni mazmunini aytmayapsiz. Bizlar soni so'rayapmiz. Tashqar ne mazmunda siz murojaat qilib edingiz? Taqatosh prokuraturasini. Taqatosh prokuraturasi boya farzandlarimning psixologik holatini, ruhiy holatini boyaga hamda o'qish jarayonidagi madaniy, ma'naviy bilim olish jarayonlarini to'liq o'rganib berishni so'ragan edim. Meni bu gapni olib prokuror qog'ozni chiroqqa tushirgan, hamda sizga bergan. Uni meni 10 marta so'rab, men ham shuni gapirib berib, prokuror ham gapirgan sizga. Shuni ko'rgan. Andaga kelib turibdi, afetchanki men hujjatni ochdim sizga. Mana o'quvchilarga degan men farzandlarim haqida gap ketyapti. Bu narsa o'rganib ber degan.
Siz keldingiz, o'rganmoqchiman deyapsiz. Xo'p deyapman, hurmatli xodima deyapman. Qanaqa mendan yordam kerak deyapman. Qanaqa amaliy yordam berasiz sizga? Qanaqa sharoit yaratib berib o'rganishga? Menda to'siq yo'q deyapman. Siz menga kelib e'tiroz qilib, ba'zida 500 soat qoldirgan, keyin sinfdan o'tgan. Juda ham gunohli ekan. O'zingiz aytasiz, men savol bersam, yo'q, haqqi yo'q unaqa o'tib qo'yishga deyapsiz. Bir gapingiz ikkinchi gapingizga yoqishmaydi, yana meni so'rab qolasiz inshaalloh. Bir gap ikkinchi gapga javob foyda emas hech qanday ham. Yaxshi. Men o'sha holatda o'rganishim kerak deyotirman sizga. O'rganing unda. Boya o'zingiz aytgan, o'zingiz eshitgan. Endi siz aytingchi murojaatingizni Hozir kelsin axir, aytaylik axir, yozib bering axir. Iltimos endi yozib bering. Avshcha aytsangiz nima qiladi? Qog'oz gapiradi hozirgi zamon. Avshcha aytib men boya kim kelgan vaqtimda Habibullo Abbas degan odamni taniysizmi? Taniyman. Ana shu Abbas degan odam shu xonada o'tirib, mana siz o'tirib o'rningizda o'tirib, men shu yerda o'tirib gaplashuvdik, hurmatli xodimlar. Shunda siz aytgan narsani aytdi, anda kelib niyatdan narasan dedi. Men yozdim, qog'ozda yozib olib ketdi hammasini. Anda keldim, yerdan kelaman dedi. Kuni yerdan kelaman dedi. Bolalar o'qib boshladi, yaxshi qiladi deb jardam berdi. Tap siz aytgan gap bo'g'anam aytdim. 16 fevral kuni suhbatlashgan gapingizni aytdim. 16 fevraldan beri mana aradan xudo xohlasa 1-2 kun 1 oy bo'ladi. 1 oydan beri Abbas Habibullovni men ko'rmadim, kelmadi, meni aldab ketdi. Yana bir gapingizda men xafa bo'ldim. Kecha xodimlar kelib o'rganib ketgan anda kelib degan gapni siz kirgan vaqtimda. Men hayron qoldim, u xodimlar men xabarim yo'q edi. Balki men bilan suhbat qurmasdan, men Sizga tilmamasdan. har bir kelgan qaniga hisobot beraveradi sonda. Hisobot degan izat bu. Ma'lumot berib kerak deyman. Bu aynan kecha kelgan sizlar aytgan Bu tekshiruvga kelganda o'quv protsessini tekshiruvga keldi, o'quvchilarning qatnashini tekshiruvga keldi. Ruhiyliklar bo'yicha nelarda dokumentlarga o'rganuvga keldi. Shu mening murojaatim bo'yicha keldi. Psixologga o'rganuvga keldi. Mening murojaatim bo'yicha. Mening murojaatim bo'yicha men bilan suhbat qilish kerak. Ko'chada kelib. Endi sovet qilganda hissatan aytayotgan jo'qsizmi meni? Yo'q, siz unaqa nima qilmang. Hozir chaqiring o xodimlarni men nima qilay? Kasb boshlaydi. Ishlab tugataylik iltimos. Endi sovet qilganda da hech qanday sovet qilayotgan yo'q. Biz yerda urushib o'tiribmiz bo'lgan. Urushib? Bir-birimizga qirsig'ib o'tiribmiz. Yo'q, qirsig'ib o'tiribsiz ya'ni. Men hech kimga qirsiqmay iltimos qilib gapiryapman. Agar qirsiqayotgan bo'lsangiz, unda taqatashqa yozgan murojaatingizni, prokuraturaga yozgan murojaatingizni mazmunini aytib bo'lgan. So'rayotgan zatimiz shu. Qanday sharoit yaratib bering deb o'tirgan bo'lsangiz, farzandlaringizni maktabga olib keling deb o'tiribmiz. Sababi biz endi uyga bora olmaymiz uni Men uyga borib demadim. Endi bunday xarakterimizdan keyin borsangiz ham uyga kirgizmaymiz uni aytdim. Bunday xarakterimizdan keyin. Uyingizga bormaysizmi? Yo'q, aytmadim. Borsangiz ham kirgizmayman. Kirgizgan qo'y. Aytmadim. Uyingizga bormaysiz. Bunday xarakter. Men bir siz bir do'stlardan o'rganishga keldim, men bizni birinchi qirsiqman, siz qirsiq. O'zingiz ko'rsangiz